Detskiy pultli mashinalar uchun mana shunga o'xshagan litiy-ionli akkumulyatorlardan terib O'zbekiston turli joylariga jo'natyapmiz. Bu akkumulyator o'zini eski kislotali akkumulyatorlardan ko'ra uzoq muddat xizmat qiladi va zaryadi ham uzoqqa yetadi. Aslida detskiy pultli mashinaning ichida mana shunga o'xshagan og'ir kislotali akkumulyator bo'ladi. Bunaqa akkumulyatorlar uzoq muddat xizmat qilmaydi va zaryadi ham uzoqqa yetmaydi. Mashinani o'zini akkumulyatoriga o'xshagan birga bir korpusning ichiga joylashtirib jo'natyapmiz. Bu akkumulyatorni o'zingiz sotib olib bemalol ulab olaverasiz. Eski akkumulyatorni olib tashlaysizda bu akkumulyatorni o'rnashtirib, plus-minus kabelini to'g'ri ulab joylashtirib qo'ysangiz bo'ldi. Akkumulyatorga qo'shib, zaryadnigini ham qo'shib jo'natamiz. Mashinani o'zini zaryadnigi bu litiy-ionli akkumulyatorni zaryad qilib berolmaydi. Mana bu joydan ham zaryad qilsangiz bo'ladi, mashinani o'zidan ham zaryad qilsangiz bo'ladi. Hozir bu 3 qatorligi, ya'ni bu korpus ichiga 7 qatorgacha terishi mumkin. Bu 3 qatorligi hozir zaryadnigi bilan 450 ming, har bir qo'shilgan qatoriga pul qo'shiladi. Shu 450 minglikni ham sotib olgan odamlar aytishi bo'yicha 2 kun 3 kunda bir zaryad qilyapmiz deyapti. Endi to'xtamasdan yursa 4-5 soatgacha yetadi zaryadi. Kimga shunaqa detskiy pultli mashina uchun akkumulyatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi raqamga bemalol murojaat qilaverasizlar. Shu nomerimda Telegram, WhatsApp, Imo, Max bor. O'zbekistonning hamma joyiga dostavka bor. BTS orqali bemalol zakaz beraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.